Instagramda qanaqa qilib to'g'ri auditoriya yig'ish mumkin? Qanaqa qilib tez rezultatga chiqish mumkin? Shularning hammasini men sizlarga hozir gaplashamiz birgalikda. Mana ismim Nodirbek, yoshim 20 yoshda, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tug'ilganman. Moskvani hamma eshitgan bo'lsa kerak, mana shu joyda tug'ilib yashab o'sib kelmoqdaman. Hozir endi men Instagramga qiziqishim bo'lganligi uchun mana shu sohaga kirganman. Instagram bilan har doim men vujudim bilan yashaganman desa ham bo'ladi. O'zim studiyada ishlasam ham, maktabda o'qisam ham, qayerga borsam ham har doim Instagram bo'lib kelgan. Juda ko'pchilik Instagramda video ko'rish uchun yoki kimlardir kommentariyasini o'qish uchun kiradigan bo'lsa, men Instagramga o'zimda videomni joylab, ulardan kelgan kommentariya, ulardan kelgan like yoki ularga kelib bosilgan podpiska orqasidan lazzat olganman. Instagram o'zi shunaqa garmon beradiki odamga, qiziquvchi garmonni o'zi ishlab chiqarib tashlaymiz-da o'zimizdan. Masalan, birorta yutuqqa erishganimizda, birorta muvaffaqiyatga erishganimizda nastroyeniyamiz wow bo'ladi, 100 darajaga chiqadi. Shunday qilib birorta videoni Instagramga joylaganimizda odamda shunaqa hissiyot bo'ladiki, masalan, birinchi videolarim rekomendatsiya chiqib 10 ming, 20 ming ko'rilib boshlaganda mendagi quvonchni hammaga ulashganman. Hamma tanish-bilishlarimga mana skrinshotlar qilib storylar qo'yardim yoki tanish-bilishlarım aytaydi. Shuncha prosmotr bo'pti deganda juda ham xursand bo'lar edim. 7-osmonda uchaydim desa ham bo'ladi. Instagramga qiziqishim shu qolgan blogerlardan o'zimizdan chiqib kelayotgan blogerlardan kirib kelgan. O'zi aslida video olishdan boshlandi hammasi. Lekin o'zim video olishni bilmasam, keyin har doim miyamda kimgadir iltimos qilib, meni videoga olib qo'y yoki videoga oldiraydim. Keyin unda ham xijolat bo'laydim. Xijolat bo'lib aytaydim, meni videoga olib qo'yish deyish, masalan 2024, 2023 da endi rivojlandi, 2021 da, 2019 da, lekin juda ham odamlar noto'g'ri informatsiya berilgan, noto'g'ri xayolga borilgan. Siz ko'chada ketyapsiz, mana biz qishloqda yashaganimiz uchun siz ko'chada ketyapsiz. Mahallada bir yoshi katta odamlar boshqalar bor, siz video olishni tasavvur qilib ko'ring. Undan uyatli narsa bo'lmasa kerak. Yashirib, nimadirlar qilib, hech kim yo'q joylarda, hech kimga bildirmasdan videolar olib Instagramga qo'yib anaqa qilganman. Shunday boshlaganman o'zi boshida. Instagram kirib kelishim 2019-yildan boshlandi. Keyin Instagramning mohiyati faqatgina obunachi ko'paytirsa bo'ldi degan xayol bilan Instagramga kirib kelganman o'zim. Keyin bo'lmas videolar qo'ydim. Ular orqasidan auditoriya yig'ildi, lekin hech qanday manfaat olib kelmagan menga shuncha vaqtgacha. Keyin bora-bora to'xta, men video olishni zo'r o'rganib olay, keyin o'zim video syomka qilishni o'rganib, shundan Instagram kirib kelaman degan xayolga bo'lindi. Keyin meni yaqin o'rtog'im bo'lgan Murod ismli og'aynim, keyin u bilan biza bunday aytganda raqobat o'ynaganmiz. Shu ikkalamiz raqobat o'ynab bir-birimizni o'stirib qo'ydik. Men sendan zo'rman deb turib, ana shu bilan raqobat o'ynash davomida maktab davrida maktab bitirganimizdan keyin biz o'zimiz bilmagan holatda yaxshi natijaga chiqib qo'ydik. Hozir Murodda ham yaxshi auditoriyasi bor, Sodiq auditoriyasi, menda ham yaxshi auditoriya bor deb o'ylayman. Shuning uchun kim bilandir raqobat o'ynash qaysidir ma'noda odamlarga bir foydali bo'ldi deb o'ylasak ham bo'ladi. Endi hozirgi kunda Instagram juda ham rivojlanib ketdi. Hozir bu videoni ko'rib turib kimlardir yana video olishga ishtiyoq oshib ketar. Hozirgi kunda o'rtada men Toshkentga ko'p qatnaganman, borib kelganman. Keyin Toshkentdagi blogerlarga qiziqishim ortib ketaveradi-da. Tez zo'r videolar olaydi, yaxshi natijalar qilaydi. Keyin ular davomida men o'zimga ustoz qidirib boshladim. Ustoz qidirib boshlaganman, keyin Toshkentdan o'zimga ustoz topdim. Keyin birinchi mobilografiya, SMM, Instagram o'zi nima, Instagram qanday bo'ladi, hammasiga ustoz topganimdan keyin shu bitta odam sababchi bo'lgan, o odamning ismini ayta olmayman. Shu bilan uni ham endi podpiska ko'paytirishga yoki video olishimga yordam bermagan, maslahatlari zo'r tekkan. Keyin shu bilan institutga kirdim. Institutga kirgandan keyin endi hayot yo'li boshqacha bo'lish kerak ekan. Bitta yo'l boshini tutish kerak-ku. Как раз mana shu ishni qilaman bo'ldi deb oxirgi nuqtaga kelganman. Doimiy mana shu Instagram bilan ketaman. Instagram mening hayotim. Doimiy ketsam yaxshi natija qilaman deb xayolimga keldi. Xudoga shukr, hozir yaxshi natijalar bilan yuribman. Bundan ham yaxshiroq natija qilaman degan umiddaman. Endi hozirgi kunda hamma narsa Instagram bilan bog'liq bo'lib qoldi-da. Bunday o'ylab qarasak,
Hozir mana bunday boladan tortib yoshi katta opalarimiz, onaxonlarimiz yokida akalarimiz, tanish bilishlarimiz hammasi Instagram'i bor yokida Instagram anasini videolarini ko'radi. Instagram hozirgi kunda yangiliklar makoni deb o'ylaymiz. Endi bitta mavzuga to'xtalib o'tib ketaman. Aslida o'zi bloger kim? Bloger degan narsa video olsa bloger bo'ladi degan xayol bilan o'zimizda miyamizda shakllangan. Lekin aslida bloger unaqa emas. Bloger inson bu qandaydir ma'lumotni, informatsiyani ochiq-oydin, shaffof tarzda jurnalistdek gap bu ko'rsatib bera oladigan inson bu bloger hisoblanadi. Blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ladi. Jurnalistlar esa televideniyada. Shunday ekan, biza mana shu blogerlik sohasiga kirgan ekanmiz. Yangi boshlanayotgan blogerlar ham endi qaysidir ma'noda odamlarga manfaatli narsani chiqarish kerak. O'zi odamlar sizga nima uchun podpiska bosish kerak degan narsani ham bir miyada o'tkazish kerak-da. Siz qanaqadir ma'lumot bermasangiz, informatsiya bermasangiz, sizga hech kim podpiska bosmaydi. Bu ham men hayotida bitta narsa bo'ldiki, sen odamlarga manfaatliroq narsa chiqargin, keyin seni odamlar kuzatib boshlaydi degan narsa miyaga keldi. Tushunyapsizmi? Siz odamlarga qandaydir manfaatli narsani ko'rsata olsangiz, manfaatli narsani chiqara olsangizgina sizga odamlar obuna bo'ladi yoki kommentariyaga fikrini bildiradi. Hozir hissiyotga bog'liq videolar juda ham ko'p. Odamlarni emotsionallik kuldirish yoki yig'latish, настроениясini tushirish, bunday xullas odamlar настроенияsiga bog'liq kontentlar qiluvchilar zo'r natijaga erishadi. Endi ma'noli gaplarga keladigan bo'lsak, yokida status gaplarni gapirib chiqishlar уже endi 2026-yilda ishlamaydi deb o'ylayman. Nimaga Instagram hozir yarim yalang'och qizlarni yokida qandaydir trendga raqsga tushadigan odamlarni ko'proq qo'llab-quvvatlayapti hozirgi kunda. Instagramda davomiyligi avvallari mana 30 sekund, 40 sekund bo'ladigan bo'lsa, hozir rekka chiqayotgan videolar kamida 20 sekund bo'lib qoldi-da. Meraviy kontentda yurganlar 20 sekunddan yuribdi. Endi O'zbekiston kontentida menimcha endi 40 sekund yoki 45 sekund hozir zo'r, minimal deb hisoblayman. Endi boyagidek Vine oladiganlar, kino, serial oladiganlarga ularga 1 minut, 1,5 minutlik hisoblanadi. Demak, Instagramda hozirgi kunda biza unchalik uzun narsani bersak, unchalik ko'proq ko'rishlarga olmaymiz. Kamroq narsa qilishimiz kerak. Bu men hayotida endi shu narsani ko'rishingiz mumkin. Keyin Alixon Abani darsiga borib, uni darslaridan o'rgandim. O'zim bilmagan narsalar, montaj, yana boshqa narsalarni, rakurs nima, kadr nima, videografika nima, montajda nimalar to'g'ri qilinishi kerak, qanaqa rang berish kerak, qanaqa zvuk berish kerak, qanaqa instrumentlardan ishlatish kerak. Hammasini men shu jumladan bitta nuqtasidan tortib ipigacha men o'zim shuni oxirigacha yetib boray qani deb professional tarzda yondashdim. Natijada hozir professional rang berish, professional zvukka e'tibor berish, animatsiya chiqarish, montaj qilish, keyin koloristika hammasini men yaxshi o'rganib oldim degan umiddaman. Endi shu jumladan hozir bolalarga ham shulardan o'rgatyapman. O'zim bilgan narsalarni kimgadir o'rgatishim kerak. Hozirgi kunda mana yaxshigina shogirdlarim bor, yaxshi natijalarga erishyapti. Xudo xolasa bundan ham yaxshiroq natijaga erishadi. Lekin yana ham ustida ishlasa. Bu Instagram shunday narsaki, qancha ko'p o'zingizda ustingizda ishlasangiz, shuncha ko'p sizni qo'llab-quvvatlayveradi. Siz bir kun to'xtasangiz ham Instagram bir kun to'xtaganingizni ham sezadi. Sizni kayfiyatingizga qarab o'tirmaydi, sizni настроениягizga qarab o'tirmaydi. Instagram har doim kontent xohlaydi. Har doim qo'yishingiz kerak. Bu YouTube emas, bu bir oyda, 2 oyda yoki bir hafta, 2 haftada bitta video qo'yadigan. Bu Instagram bu juda ham injiq platforma. Instagram shunisi bilan zo'r, shunisi bilan odamlar qo'llab-quvvatlaydi. Bu Instagramga ham qandaydir bitta ish sifatida qarash kerak. Bitta ishim mana shu Instagram deb qaralsa, shundagina natija bo'ladi. Bo'lmasam yaxshi natija qilib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Instagramga prosta kirib video qo'yishdan natija qilib bo'lmaydi. Instagramdan men o'ylashim bo'yicha savdo qilish kerak. Anoda biznesni rivojlantirish kerak. Shundagina yaxshi natija qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda mana Instagram hayoti biznesmenlar hayotiga aylanib ketib qoldi. Avvallari Instagram faqatgina blogerlarni, content makerlarni joyi bo'ladigan bo'lsa, hozir Instagram unaqa emas. Hozir sotuv, biznes, yana nimadirlar, hamma sohaga kirib ketib qoldi Instagram. Hamma savdogarning Instagram bor demoqchiman hozirgi kunda. Demak,
Hamma sohaga Instagram kirish kerak, rivojlanish kerak. Tushunyapsizmi? Avvallari reklama berish uchun kimlardandir iltimos qilib gazetaga chiqarish kerak yokida televideniyega chiqarish kerak yokida kimgadir aytib reklama qildirish kerak edi. Hozir reklama bu qo'lingizdagi telefon. Qo'lingizdagi telefon bilan reklama qilsangiz bo'ladi. Hammasini faqatgina to'g'ri boshqarish uchun. Demak, mana shu Buame nima uchun Buame nick qo'ygansiz deb juda ko'pchilik savol beradi menga. Buame nick qo'yishimga sababchi bo'lgan omillarni sizlarga aytib o'taman. Birinchi men Nodirjon taxollusi bilan chiqqanman Instagramga bir 15 ming, 20 ming auditoriyani Nodirjon bilan yiqqanman. Nodirjon deb Instagramga qo'yganman. Keyin shu bilan orqasiga nick orqasiga jan qo'shimchasini qo'yib gapiradiganlar juda ham ko'payib ketdi. Demak, men nima qilishim kerak? Hech kimda yo'q nick qo'yishim kerak. Instagram meni bitta nick bo'lish kerak. Hech kimda bo'lmasligi kerak u nick. U taxallus faqatgina menda bo'lish kerak. Keyin miyamda bitta narsa aylandi. Men qishloqda mahalladoshlar juda ko'pchiligi "Ha, boboy, ha, buva, ha, buva" deb chaqirganligi uchun men o'yladimki, "Davay, buva qo'yaman, buva." Keyin buva qo'ymoqchi bo'laman. Keyin buvani o'zi kam. Buva qanaqadir nima to'xtab qolyapti, bo'g'insiz. Keyin buva mi, ya'ni buva mi qo'ydim. Ya'ni buva men degan ma'noni bildiradi. Keyin Instagramga ana shu buva men nickini qo'yganimdan keyin juda ko'pchilik qarshiliklar bo'ldi-da. Instagram nima uchun buva men qo'yib olding deydi. Shu ham bir nickmi deganlar bo'ldi-da. To'g'risini aytadigan bo'lsam. Keyin mana shu nick bilan men dunyoga tanalaman. Mana shu nick bilan chiqaman degan narsa menga yana ham ana turtki bo'ldi desam ham bo'ladi. Keyin davay Buame deb odamlar ham o'rganib, odamlarning og'zida Buame bilan aylandim. Keyin ma'noli gaplarga o'tganimdan keyin Buameniki uchib ketdi. O'zim bilmagan holatda Buameniki bilan men mashhurlikka erishdim desam ham bo'ladi. Shunday ekan, Instagramga birinchi qadam qo'ydingizmi, o'zingizga bitta bir muhim narsa, u haqida iloji boricha bitta yangi video chiqarishga harakat qilaman YouTube'ga. Bu muhim narsa deb o'ylayman men. Shuning uchun taxallus bilan odam ko'tariladi. Demak, Buame shu bilan asta-sekinlik bilan kontentlarni boshladi. Hozir YouTube'ga birinchi videomiz bu. YouTube'ga birinchi video bo'lganligi uchun hozirlarga qanaqadir informatsiyani to'g'ri yetkazib bera olmayapman. Boshidan tog'dan bog'dan bo'lib qoldi, endi to'g'ri tushunasizlar. O'shaning uchun birinchi videomiz bo'lganligi uchun iloji boricha like bosib, obunani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, biz sizlarga mana YouTube'ga sekin-sekin kirib boryapmiz. Keyingi videolarimiz yana ham sifatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, keyingi podkast yana nima haqida video chiqarishimizni bitta yozib ketasizlar degan umiddamiz kommentariyada. Demak, bu meni rivojlanish uchun, mana shu qishloqdan chiqqan bloger ko'tarilish uchun bitta obunani bosib qo'yib kommentariyaga omad tilab ketish sizlardan bo'ladi. Endi shunaqa qilib Instagram hayotini sizlarga batafsil gapirib berishimga 15 minut bo'lib qo'yibdi videomiz. Keyingi videoda yana ham to'liqroq gapirib beraman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan ko'rishguncha, buami.